Assalomu alaykum. Video darslarimiz davom etadi. Navbatdagi video darsimizni boshlaymiz. Navbatdagi video darsimiz uchta geometriyasi 18-qism. Ya'ni sizlar bilan birgalikda uchta geometriyasi birinchi bo'lim 18-testni birma-bir muhokamasini qilib chiqamiz. Ya'ni har bitta misolini birma-bir yechimlarini boshlaymiz. Xabaringiz bor, bundan oldin, demak, birinchi testdan 17-testgacha bo'lgan testlarni barchasini birma-bir tahlilni qilib berganman. Bugun esa 18-testni boshlaymiz. 18-testimiz mavzusi teng yonli uchburchaklar. Men o'zi bundan oldingi darsimda ham aytganman, mavzularni ham yozib boraman. Bu qaysi mavzuga tegishli ekanligini. Ya'ni mavzuyimiz 17-testdan boshlab teng yonli uchburchaklar edi. 17-test ham, 18-test ham va 19-test ham demak teng yonli uchburchaklar. Teng yonli uchburchaklar bo'yicha barcha misol masalalarni boshladik. Demak, teng yonli uchburchaklar 18-test birinchi misoli. E'tibor qarating ustozlar. Demak, birinchi navbatda misollarni ishlashdan oldin u misol nimaga tushyapti? Ya'ni nimaga kelmoqchi? Uni bir tahlil qilib olishimiz kerak. ABC bir teng yonli uchburchak ekan, BC tomoni bilan AC tomoni bir-biriga teng ekan va 15 sm dan ekan. AB 18 ga teng, DC esa 9 sm ekan. Endi diqqat qiladigan bo'lsak, ustozlar, bu yerda teng yonli uchburchak bo'lyapti. Teng yonli uchburchakda bizga berilgan ma'lumotga e'tibor qarating. Teng yonli uchburchakda bizga nima berilgan? Mana bu DC berilgan. DC bisektrisa bo'lib chiqqan. DC bisektrisa bo'lib chiqqan bo'lsa, teng yonli uchburchakning bisektrisasi ham mediana, ham balandlik vazifasini bajarishi kerak edi. O'shaning uchun men bu yerda C dan chiqqan CD kesmamni bor-ku, o'sha kesmani davom ettiraman. Davom ettiradigan bo'lsam, unchalik o'xshamagan bo'lsa ham, mana bu yerdagi burchagimiz 90 gradusga teng bo'ladi. Ya'ni bu bisektrisa bo'lib chiqqan bo'lsa, bir paytning o'zida teng yonli uchburchakning bisektrisasi, ya'ni uchidan tushirilgan bisektrisasi ham balandlik, ham mediana vazifasini ham bajaradi. Ya'ni 3 ta kesmani bitta kesma bajarar ekan. Endi mana bu 15 bo'ladigan bo'lsa, diqqat qiling. Mediana vazifasini ham bajarsa teng 2 ga bo'ladi. Bu demak 9 dan bo'ladi. 9. Buni ham bildik. Bundan tashqari yana nima bor? Nima ma'lumot bor? Diqqat bilan e'tibor qaratadigan bo'lsangiz bu yerda bitta tomoni 9 sm, bitta tomoni 15 sm. Mana shu men o'tkazgan kesmam bor-ku, CL kesma bo'lsin masalan, CL kesmamiz umumiy 12 sm bo'lishi kerak edi. Chunki 9, 15 Pifagor sonlari, uchinchisi 15 sm bo'lishi kerak. Unda u 12 sm bo'lishi kerak. Unda u 12 sm bo'lishi uchun mana bu yerdagi DL kesmamiz 3 sm bo'lishi kerak. Chunki mana bu 3 bo'lsa, mana bu 9, ikkalasini yig'indisi 12 bo'ladi. Xo'p, bularni bildik. Endi qaranglar, Pifagor teoremasidan, mana shu uchburchakda Pifagor teoremasidan foydalansak, misolimiz o'z yechimini topadi. Mana Pifagorni qo'llaymiz. Mana shu sariq bilan bo'yagan uchburchagimiz shu. Ya'ni x kvadrat teng bo'ladi 9 ning kvadrati qo'shilgan 3 ning kvadrati. Bundan x kvadratimiz teng bo'lar ekan 90 ga. Bundan x imiz teng bo'lar ekan 3 ildiz ostida 10 ga. Bu savolning javobi, demak, bizda D javob bo'lyapti. O'ylashimcha, bu savol 100% sizlarga tushunarli bo'ldi. Ikkinchi savolga o'taman. Ikkinchi savolimiz ABC teng yonli uchburchak, BH'imiz AC'ga perpendikulyar ekan. ACB burchagimiz 75 gradus, AB AC'ga teng va 8 ildizda 3 sm dan yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra x ni nimaga teng ekanligini topishimiz kerak. X imiz esa AH ga teng ekan. Bu misol ham yuqoridagi misoldan bir qiyin masala emas. Bunda ham biz ishlash usulini bilamiz. ABC teng yonli uchburchak degani uchun asosdagi burchaklar, diqqat qiling. Mana bu joyi 75 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu joyi ham 75 gradus bo'lishi kerak. Va bu yerda bir 90 gradus bo'lgani uchun mana pasi necha gradus bo'ladi? 15 gradus bo'lar ekan. Unda yuqorisi 60 gradus bo'ladi. Uchidagi burchak necha? Uchidagi burchak 30 gradus bo'ladi. Demak, mana bu ham 90 gradus. Endi diqqat qiladigan bo'lsak, bizda 30-60-90 uchburchagi hosil bo'ldi. 30-60-90, ya'ni B AH uchburchakda 30-60-90 uchburchagi bor. Endi bizlarga aytgan AB AC bir-biriga teng va 8 ildizda 3 ga teng.
Demak, mana bu 8 ildizli 3. Bu 8 ildizli 3 bo'ladigan bo'lsa, 90 ning qarshisidagi 30 ning qarshisidagi 4 ildizli 3 ga teng bo'ladi. Demak, ximiz undan ildizli 3 marta katta, ya'ni 30 gradus qarshisidagi 90 gradus qarshidagidan 2 marta kichkina bo'ladi. Va 60 gradus qarshisidagi 30 gradus qarshisidagidan ildizli 3 marta katta. Demak, 4 ildizli 3 ni ildizli 3 ga ko'paytirsam, ximiz 12 bo'lar ekan. Bu qoidani men ancha marotaba takrorladim menimcha. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Keyingi savolimiz 3-masala. 3-masalaga e'tibor qaratinglar. Bu yerda ABC tengyonli uchburchak ekan. AD bilan AY bir-biriga teng. AD AY bir-biriga teng. BD 4 cm, DY 10 cm, YS 7 cm. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra A sini toping. Endi men shu joyda e'tibor qiling. A dan balandlik tushiraman. A dan balandlik tushiradigan bo'lsam, nimaga balandlik tushirdim? Men har doim bitta qoidani aytganman ustozlar sizlarga. Ya'ni siz bir 45 gradusli burchakni yoki 30 gradusli burchakni yoki 60 gradusli burchakni ko'rsangiz, uni qarshisiga bir balandlik tushiring. Uni qarshisiga balandlik tushirsangiz, albatta masalangiz tez va oson yechiladi. Demak, bu yerda qanaqadir AH balandlikni tushirdik. Unda mana bu joy 5, mana bu joy ham 5 bo'ladi. Endi diqqat qilsak, qarshisi deganimiz jami 12 ga teng. Va mana bu joyda BH deganimiz 9 ga teng va bu 45 gradus. Unda mana bu joyi ham 45 gradus, chunki bu balandlik-ku 90 gradusda tushadi. Unda bu joy ham 9 ga teng bo'ladi. Ya'ni jamiga teng bo'ladi. Mana bu joy 9 bo'lsa, bu joy ham 9 bo'ladi. Xo'p, 9 12 ximiz 15 bo'lar ekan. 9 12 15 bu Pifagor sonlari. Javobimiz 15, bu esa B javobda turibdi. Keyingi savolimiz 4-savol. 4-savolga e'tibor qaratamiz. DH BC ga perpendikulyar, BY AC ga perpendikulyar. Ya'ni bu chizmada hamma narsa berilgan. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra ABC burchak necha gradus ekanligini topishimiz kerak. Ya'ni mana shu joydagi yoyiq burchakni necha gradus ekanligini, yoyiq burchak debman, uzr. Mana shu joydagi o'tmas burchak. O'tmas burchak ko'rinyapti. O'tmas burchakni necha gradus ekanligini topishimiz kerak. C, B, A ni. Xo'p, buni topishga harakat qilamiz. Birinchi navbatda men e'tibor qarating. C, D, B mana shuni tutashtiraman. Chunki bir paytning o'zida ham mediani, ham balandlik vazifasini bajaryapti. Mana bu DH kesmamiz. Unda u tengyonli uchburchakdagina mana bu vazifalarni bajarar ekan. Tengyonli uchburchak ham mediani, ham balandlik vazifasini bajargani uchun bu tengyonli uchburchak bo'lar ekan. Mana. Endi bu tengyonli uchburchak bo'lgani uchun mana bu asosdagi burchagimiz 24 gradus bo'lar ekan. Men ozgina kattalashtiray. 24 gradus bo'ladi. Unda mana bu joydagi burchagimiz 48 gradus bo'ladi. Unda bu burchak ham 48. Chunki AB bilan DB ikkalasi bir-biriga teng. Diqqat qiling. AD bilan DB ikkalasi bir-biriga teng. Hattoki CD ham teng. Unda uchidagi burchak necha gradus bo'ladi? Uchidagi burchak 48 ga 48 96 bo'ladi. Mana bu 84 bo'ladi. Unda jami 84 ga 24 ni qo'shsam 108 gradus bo'lar ekan. 84 gradusga 24 gradusni qo'sha olasanmi degan savolga javob beryapmiz ekan, xolos. Javobimiz C javob bo'ladi. Keyingi savolimiz demak 5-savol. 5-savolimizda yuqoridagi berilganlarga ko'ra AB necha santimetr deyapti. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra AB necha santimetr desa, ustozlar, birinchi qiladigan ishimiz, xo'p, mana shunday misollarda diqqat qilinglar. Birinchidan mediana. Mana shu HD deganimiz mediana. Hozir tushuntiraman, qanaqa qilib mediana deyotganimni. Ya'ni kesmani teng ikkiga bo'lyaptimi? Mediana. Hozircha mediana deb turaman. Nimani medianasi ekanligini keyin aytaman. Mana bu H esa balandlik, ya'ni DH yana balandlik vazifasini ham bajaryapti. Ham mediana ham balandlik vazifasini bajarayotgan bir holatda biz o'zimiz o'tkazadigan narsa AD ni o'tkazishimiz kerak. Eng oson uslubda men yechimini qilib beraman. AD ni o'tkazadigan bo'lsangiz, bir paytning o'zida ham mediana, ham balandlik vazifasini bajargani uchun mana shu CD nimaga teng bo'lsa, AD ham shunga teng bo'ladi. Ya'ni tengyonli uchburchak bo'ladi. Unda bu ham
25 ga teng ekan ustozlar. Bu 25 ga teng bo'lsa, AB ni so'ragan mendan, bu tomoni 25. Asos, ya'ni bitta katetimiz 7. Demak, ikkinchi katet nimaga teng bo'ladi? Ikkinchi katet 24 ga teng bo'ladi. Pifagor sonlari. Demak, AB teng 24 ekan, bu esa B javobda turibdi. Ko'ryapsizlar, 5-savolga deylik, bir nari bo'lsa 10 soniya yetarli bo'ladi. 6-savolimiz D BC ga parallel, DF AB ga parallel, AB bilan BC bir-biriga teng, AB bilan BC bir-biriga teng, ya'ni teng yo'lli. DE ga DF ni qo'shganim 4/3 ga teng. Xo'p, 120 gradus ham berilgan. Yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra, ABC uchburchakning BC tomoniga tushgan, e'tibor qiling, BC tomoniga tushgan balandligi necha santimetr? Demak, ABC uchburchakning BC tomoniga tushgan balandligi necha santimetr degan savol bo'lyapti bu yerda. Demak, biz o'sha balandlikni topishimiz uchun birinchi qiladigan ishim nima? YD ni masalan A deb oladigan bo'lsam, bu ikkalasi parallel bo'lgani uchun BF ham A ga teng bo'ladi ustozlar. Ya'ni bu tomoni ham DF bilan YB bir-biriga parallel, YD bilan BF bir-biriga parallel. Demak, DF ham endi B deb oladigan bo'lsam, bu joy ham B bo'ladi. Endi diqqat qiling. Mana bu joy 120 gradus. Demak, bu yerdagi burchaklar necha gradusdan bo'ladi? 30 gradusdan bo'ladi, teng yo'lli bo'lgani uchun. Uchidagi burchak 120 bo'lsa, uchidagi burchaklar, asosdagi burchaklar 30 gradusdan bo'ladi. Endi parallellik shartidan mana bu joy ham demak 30 gradusga teng bo'ladi-da. Mana bu joy necha gradus bo'ladigan bo'lsa, parallel to'g'ri chiziqlarni boshida tekstikda burchaklar mavzusida o'tganmiz. Bu joy ham demak 30 gradusga teng bo'ladi. Xo'p, unda diqqat qiling. Mana bu joyda bu ikkalasi bir-biriga parallel bo'lgani uchun mana bu joydagi burchagimiz ham 30 gradusga teng bo'ladi. Demak, unda mana bu joy ham B ga teng ekan. Mana bu joy esa A ga teng ekan. Demak, bizga aytishi bo'yicha, masalan, DE ni A deb oldik, DF ni B deb oldik, A plus B 4/3. Unda mana shu tomonlar bor-ku. Mana shu tomonlar AB tomon bilan BC tomon ikkalasi 4/3 ga teng ekan. Mana qizil bilan belgiladim. Endi mani qiladigan ishim nima? Mani qiladigan ishim bundan, ya'ni A uchidan bitta balandlik tushirish. BC tomoniga tushgan balandlikni so'rayapti bizga. Lekin men bilamanki, BC tomoniga tushgan balandlik hech qachon ham demak o'sha BC ni ustiga tushmaydi. BC ni domiga tushadi. Chunki o'tmas burchakli uchburchak hosil bo'lyapti bu yerda. Demak, mana shunday ko'rinishda o'tkazib olaman va menda nima hosil bo'ladi? Menda nima hosil bo'ladi ustozlar? Mana ko'ramiz. Menda hosil bo'lgan narsa mana bu joyi 90 gradus. Bu 120 gradus bo'lsa, mana bu joy 60 gradus, 30 demoqchiman. 60 gradus. Uchidagi burchak 30 gradus. Va yana nima bor? Mana shu gipotenuza bor-ku, qizil bilan chizganim. O'sha gipotenuzamizni men AB ni o'chirib turaman. Shu gipotenuzamizni to'lig'i, demak, nimaga teng ekan? 4/3 ga teng ekan. 4/3. Unda balandlikni so'rayapti. Mana bu joy 2/3 bo'ladi. Balandligimiz 6 ga teng bo'ladi. 30 ni qarshisiga 2/3 bo'ladi. Gipotenuzadan 2 marta kichik. 60 ni qarshisi esa 6 ga teng bo'lar ekan. 60 ni qarshisi 6 ga teng. Javobimiz Y javob bo'lar ekan. Keyingisi 7-savol. Xo'p, 7-savolga o'tdim ustozlar. 7-savolimizda yuqoridagi berilgan ma'lumotlarga ko'ra A da X ni necha santimetr ekanligi so'ralmoqda. Birinchi qiladigan ishim DB ni o'tkazish. DB ni o'tkazib oladigan bo'lsam, nima uchun mana shu DB ni o'tkazaman yoki bo'lmasam bir nimalarnidir o'tkazaman degan narsani aytyapman ustozlar. Bu jarayon qachon paydo bo'ladi? Masalan, ko'pchilik o'quvchilarda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun ustoz DB ni o'tkazdi? AH ni o'tkazsa bo'lmasmidi? Ikkita perpendikulyar bo'lyapti-ku. Nima uchun AH ni o'tkazmadi? Nima uchun aynan DB ni o'tkazdi? Nima uchun deylik boshqa tomonlarga bir kesmalar o'tkazmadi? Bu savol albatta sizlarda tug'iladi. Va bu o'rinli savol. Diqqat qilinglar ustozlar. Men ko'raman, ya'ni nimaga e'tibor berib, misol masalada deylik kesmalar o'tkazaman. Birinchidan balandlik bo'lyapti. Birinchidan balandlik. Mana. Ikkinchidan mediana bo'lyapti. Demak, DB ni o'tkazsam, teng yo'lli uchburchak hosil bo'ladi deyman. Va uni o'tkazaman. O'tkazadigan bo'lsam, bu yerdagi burchak 15 gradus-ku, mana bu yerdagi burchak ham 15 gradusga teng bo'lar ekan. U ham tushunarli. Endi nima?
Endi mana bu yerdagi burchak tashqi burchak-ku. E'tibor qilinglar ustozlar. Masalan, 3 tani deylik, qanaqadir bitta testini, yarimta testini boshqa bir joylarda masalan yechimini ko'rib qolishingiz mumkin yoki bo'lmasam kimdir sizga deylik yo'nalish berib qaysidir misolni yechimini qilib berishi mumkin, qaysidir bir testni yechimini qilib berishi mumkin. Lekin aynan o'qituvchi bilan birgalikda ishlash, ya'ni unda ham deylik hammasini tushuntirib, nima uchun bunday qilyapti, nima uchun unday qilyapti, hammasini tushuntirib ishlaydigan bir o'qituvchi bilan 3 tani ishlash bu boshqacha bo'ladi ustozlar. Hozir men imkon qadar nima uchun mana shu narsani o'tkazyapman, nima uchun bu kesmani o'tkazyapman, boshqasini emas. Nima uchun u kesmani o'tkazyapman, boshqasini emas. Har birini tahlilni, har birini deylik ketma-ketligini, tartibini aytib o'tib ketyapman. Va qanaqadir bir deylik xossat yoki bo'lmasam teorem aytadigan bo'lsam, imkon qadar kerakli bo'ladigan joylarni isbotini ham qilib ketyapman. Diqqat qilinglar. Bu yerda uchta geometriyasini faqatgina kim qayerdadir bir yechimini topib ishlash emas, muhimi tushunib birgalikda ishlash. Hozir men o'tkazyapman-ku, nima uchun aynan bu kesmani o'tkazdim? Nima uchun aynan u kesmani o'tkazdim? Hammasini tahlil qilib aytib o'tib ketyapman. Endi nima qilasizlar ustozlar? Men hozir 18-testni yechimini qilib beryapman-ku. 18ni yechimini 100% ko'rib oling. Mana shu joyda, demak, to'xtatingda misolni yechishga harakat qiling yoki bo'lmasam. Ya'ni o'rganishning eng oson usuli video darsdan shunday to'xtatib turasizlar-da, yechib ko'rasizlar o'zlaringiz. Agar yo'q o'xshamasa, yana qaytadan video darsni bitta playni bosib yuborasiz va undan keyin yana davom ettiradi video dars. Video darsning yechimini ko'rib olganingizdan keyin yana qaytadan keyingi bir misolda yana shunday qiling. Balkim 10 ta misoldan keyin, balkim 20 ta misoldan keyin, balkim 30 ta misoldan keyin sizni o'zingizda qanaqadir bir analiz qilish yoki induksiya yoki deduksiya metodlari paydo bo'ladi. Ya'ni o'sha metodlar orqali siz qanaqadir bir ma'noda misol masalani yecha oladigan darajaga kelasiz. Analiz qilib boshlaysiz. Miyada analiz qilasiz. To'xta, mana bu joyda AH'ni o'tkazadigan bo'lsam nimaga erishaman? Hech nimaga erishmayman. AH'ni o'tkazdim, ikkita balandliklarni tushgan nuqtalarni kesishtirsam nima bo'ladi? Hech nima ham bo'lmaydi deysiz. Lekin to'xta, bu yerda AH'ni o'tkazgandan ko'ra B'ni o'tkazadigan bo'lsam, teng yonli uchburchak bo'ladi-ku. Nima uchun teng yonli bo'ladi? DH ham balandlik, ham mediana vazifasini bajaryapti. Demak, Mukam ustoz aytgandi, ustozim aytgandi. Agarda balandlik bilan mediana ikkalasi bir keladigan bo'lsa, balandlik bilan bisektrisa ikkalasi bir keladigan bo'lsa yoki bisektrisa bilan mediana ikkalasi bir keladigan bo'lsa, demak, teng yonli uchburchak hosil bo'ladi. Uchinchi bir xossasi, ya'ni balandlik bilan mediana kelgan bo'lsa, bisektrisa xossasi ham o'rinli bo'ladi degan so'zlarni aytgandi. Ha, demak, B'ni o'tkazaman degan xulosani o'zingiz qila olasiz, inshaalloh nasib bo'lsa. Demak, ketdik, davom etamiz. 15 ni tashqi burchagi, qarang. Mana bu 15, mana bu 15. Mana bu yerdagi burchagimiz demak necha gradus bo'ladi? Albatta to'g'ri aytyapsiz, 30 gradus bo'ladi. Mana bu joyi demak 60 gradus bo'ladi. Unda, mana endi juda ham sodda bo'ldi-da, mana bu 2 ildizi 3 bo'lyapti ustozlar. Unda 30 gradus qarshidagi, qaranglar, o'xshamayapti. Chizma bo'yicha qanaqadir bir deylik 30 gradus qarshidagi katta, x'imiz esa kichkina, demak, x'imiz kichkina, 30 gradus qarshidagi kattadek ko'rinadi, lekin aslida mana bunday. 30 gradus qarshidagi ildizi 3, 60 ni qarshidagi esa mana bu 3 ga teng bo'ladi ustozlar. Tushundira oldim menimcha. Bu misolimizning yechimi mana shu shaklda o'z yechimini topadi. Xo'p, 7-masalamiz 3 ekan, javob D. Keyingisi 8. 8-misolimiz. ABC uchburchakda AH bisektrisa bo'lyapti. AH bisektrisa. Qaranglar, ham bisektrisa, mana bunga e'tibor qaratinglar. Mana bu ham bisektrisa, ham balandlik. Chizmadan juda ham bir qo'rqinchli nimadir keladi-da ustozlar. Chizma juda ham aldanchi bo'ladi. Ishoninglar, men uddalayman, qo'limdan keladi deb boshlasangiz, inshaalloh nasib bo'lsa uddalaysiz. Qarang, ham balandlik, ham mediana bo'lyapti. Ham balandlik, ham bisektrisa bo'lyapti. Demak, bu teng yonli. AB bilan AC bir-biriga teng ekan. Shunday bilib olsak bo'ladi. Endi to'g'ri burchakdan tushgan-ku, mana bu yerga e'tibor qaratinglar. To'g'ri burchakdan tushgan. Mana bu balandlik bo'lgani uchun bizda to'g'ri burchakdan tushgan balandlik bo'lgani uchun
deylik, to'g'ri burchakli uchburchakni xossasini qo'llab ketaman. Ya'ni, ana shu joyda yozay o'sha xossani bu yog'iga juda ham ko'p ishlataman u xossani, kerak ham bo'ladi. To'g'ri burchakdan tushgan balandlik mana. E'tibor qaratinglar. Mana bu to'g'ri burchak bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri burchakdan tushgan balandlik h bo'ladigan bo'lsa, bu tomonni qanaqadir x, bu tomonni qanaqadir y ga ajratgan bo'lsa, mana bu balandlik bo'lsa, h ni kvadrati teng bo'ladi x ko'paytirilgan y ga. Va mana bu tomoni a bo'lsa, mana bu tomoni b bo'lsa, ustozlar, a ni kvadrati teng bo'ladi o'zini proyeksiyasi. Mana bu proyeksiya deyiladi. Mana bu ximiz o'sha a katetni proyeksiyasi. O'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytmasi x plus y ga. B kvadratimiz ham xuddi shunday o'zini proyeksiyasini gipotenuzaga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Eng asosiy bilishimiz kerak bo'lgan xossalar mana shular. Shular orqali xohlagan mana shu yerdagi misollarni, ya'ni shu tipa misollarni ADS ga o'xshagan uchburchakli misollarni yechimini qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bizning misolimizda nima? 4 ni kvadrati teng bo'ladi. Mana bu 16, mana bu joyini esa y deb olsam, 16 ko'paytirilgan y ga. Bu yerdan y'imiz 1 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, buni o'chiramanda, o'rniga 1 ni yozaman. 1 yozdim mana. Unda jami 17 ekan, A si 17, AH 15. Demak, H isi 8 bo'ladi. Teng yonli uchburchak dedik-ku buni. Teng yonli uchburchak bo'lsa, ham bisektrisi ham balandlik bo'lsa, u mediana ham bo'ladi, bu tomoni ham 8. Bizdan nimani so'ragan? Qaranglar, hali nimani so'raganini bilmasdan men yechimni qilib qo'yibman. B'sini so'rabdi, javobimiz 16. Bu esa A javobda turibdi. B'sini so'ragan. B'simiz mana 16. 8 ga 8 ni qo'sha olasanmi degan savol bo'lyapti. Endi 9-savol. 9-savolimizda xo'p, qaranglar. Yana bir bor men nima qilishimni sizlar oldin ko'rib bilib olinglar. Birinchi qiladigan ishim nima? Qarayman, mana bu joyda ham bisektrisa, ham balandlik. Mana. Demak, meni qiladigan ishim ustozlar, siz u meni qiladigan ishim nima bo'lish kerak? Mana shuni to'ldirish bo'lish kerak. Chunki teng yonli uchburchak hosil bo'lyapti. Lekin o'shani hosil qilishimiz uchun ozgina cho'zib olishimiz kerak-da tomonlarni. Tomonlarni ozgina cho'zsak, albatta hosil bo'ladi. Mana. Albatta hosil bo'ladi. Endi bu tomon 26 bo'lsa, teng yonli uchburchakda bu tomoni ham 26 bo'lish kerak. Demak, mana bu 12 bo'lish kerak. 12 bo'ladigan bo'lsa, CD bilan DY bir-biriga teng deydi. Demak, mana bu tomon CD bilan DY bir-biriga teng ekan. Men shuni mana CD deyman. Bu yog'ini DY ni esa yashil bilan belgilayman. Mana qizil bilan yashil bir-biriga teng. Va pasini ham teng 2 ga bo'lmaydimi, teng yonli bo'lgani uchun. Demak, ximiz o'rta chiziq bo'lar ekan. Yana bitta xossa. Ixtiyoriy uchburchak berilgan bo'lsin. Asosiga parallel bitta kesma o'tkazilgan bo'lsa yoki bo'lmasam deylik, asosiga parallel demaylik, bizani xossamiz uchun yon tomonni teng 2 ga bo'ladigan bitta kesma o'tkazilgan bo'lsa, o'sha kesmaning uzunligi a bo'lsa, asosning uzunligi 2a bo'ladi va aksincha. Asosning uzunligi 2a bo'ladigan bo'lsa, mana bu o'tkazgan kesmamiz, masalan, a, b, c bo'ladigan bo'lsa, d, y o'tkazgan kesmamiz bu yerda o'rta chiziq deyiladi va o'rta chizig'imiz asosdan 2 marta kichik bo'ladi. O'shanga ko'ra, bizning o'rta chizig'imiz x bo'lyapti. Ximiz 12 dan 2 marta kichkina. Javobimiz 6 bo'lar ekan. Bu savolning javobi 6, C javob ekan. Keyingi misolimiz, 10-misol. 10, 11, 12 endi ozgina avvalgilarga nisbatan ozgina qiyinroq bo'lgan misol tushishi mumkin. ABC teng yonli uchburchak. ABC teng yonli uchburchak ekan. AB AC bir-biriga tengmi? 213 ga teng ekan. DS 4 sm ekan. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra AY necha santimetr ekanligini topishimiz kerak. Birinchi teng yonli bo'lsa, mana shu yerdan bitta balandlik tushiray. Menga kerak bo'lib qoladi. Xo'p, kerak bo'lib qoladimi o'zi? Kerak bo'lib qolar. Kerak bo'lib qolmasa o'chirib tashlayman. Xo'p, yon tomoni 213 dan. Bu tomoni ham 213. Xo'p, yana nima bor?
mana bu balandlik bo'lgani uchun perpendikulyar tushadi. Va asosni teng 2 ga bo'ladi. Agar bu joyni x desam, mana bu h bo'lsa, y h ni y desam, h esa x plus y bo'ladi. Mana bu esa yana h. Xo'p, diqqat qilinglar, men bu yerda yozayda. Bizdan a ni so'ragan-ku ustozlar. Mana a ni so'ragan. A ni so'ragan bo'lsa, a ni topishim uchun menga nima kerak? A kvadrat teng h kvadrat qo'shilgan y kvadrat ekan. Yana bitta joyi bor. Mana bu joyda ko'rinmay turgan ekan. Men ma'lumot kam berilganmi, nima balo deb o'tirgandim. Yo'q. Mana bu joyda bitta perpendikulyarlik sharti bor ekan. 4 ni kvadrati boyagi xossamiz bo'yicha mana qaranglar. Mana bu yerdagi xossamiz bo'yicha h ni kvadrati x ko'paytirilgan y ku. Bizda o'sha 4 ni kvadrati teng bo'ladi. Mana shu joyda yozay. 4 ni kvadrati teng bo'ladi. X ko'paytirilgan mana bu umumiysini olsam x plus 2y. X plus 2y bo'lar ekan. Ya'ni x kvadrat plus 2xy bo'lar ekan. Xo'p, endi yana mana bu tenglik ham bor Pifagordan. Mana bu tenglik ham bor. H kvadrat teng bo'ladi 52 ayrilgan x kvadrat plus 2xy, mana buni kvadratga oshiryapman, plus y kvadratga. O'rniga borib qo'ysam, ay kvadrat teng 52 h kvadratni o'rniga olib borib qo'ysam, minus x kvadrat plus 2xy minus y kvadrat plus y kvadrat. Endi mana bu ikkalasi ketib qoladi. Buni o'rniga esa 16 ni qo'yaman. Shunda ay kvadrat teng bo'ladi 52 ayrilgan 16. Bu yerdan ay teng 6 bo'lar ekan. Javobimiz 6 bo'lyapti. 6 degan javob javob ekan. Keyingisi 11. 11-savolda ABC burchak 2 ASB burchak bo'ladigan shaklda bir ABC uchburchakni chizaylik. AB 7 cm va BC 7 plus 8,3 cm bo'lsa, A nuqtasining BC gacha bo'lgan uzoqligini toping deydi. Ya'ni BC gacha bo'lgan uzoqlik deganda masofani toping deydi A nuqtasidan. Xo'p, buni topish uchun men chizmani chizishim kerak birinchi. Chizma burchak 2 marta farq qiladigan bo'lsa, mana shunday ko'rinishda bo'ladimi? Xo'p, burchak 2 marta farq qilsa, bu tomoni shunday. Endi diqqat qilinglar, mana bu yerdagi burchagimiz alfa bo'lsa, bu yerdagi burchagimiz 2 alfa bo'lar ekan. Xo'p, yana nima bor ustozlar? Mana bu joyi A nuqtami? A nuqtamiz mana bu bo'lsin. ABC 2, mana bu joyi B ekan. Mana bu esa C nuqta ekan. Demak, shunda shartni qanoatlantiryapti. Endi AB ni 7 degan. Mana bu joyi 7. BC ni umumiy 8 ildizi 3 plus 7, ya'ni 7 plus 8 ildizi 3. Xo'p, diqqat qilinglar ustozlar, men shu yerda bitta kesma o'tkazaman. Qarang. Alfa kesma, alfa burchak bo'lyapti-ku. Mana bu 2 alfa burchak bo'lyapti. Demak, men shu yerdan tengyorli uchburchak hosil qilsam, ya'ni AB ga teng bo'lgan kesmani shunday o'tkazib yuboradigan bo'lsam, o'zim o'tkazyapman. O'tkazib yuboradigan bo'lsam, nimalar kelib chiqadi? Mana shunday misollarda juda ham qo'l keladigan bitta usulni aytaman. AB ga teng bo'ladigan bitta kesma o'tkazsam, masalan, AK kesmani o'tkazadigan bo'lsam, mana bu yerdagi burchak ham 2 alfa bo'lishi kerak. Chunki AB ga teng bo'lgan kesmani o'tkazyapman. Demak, bu tengyorli uchburchak hosil bo'ladi. Bu yer 2 alfa bo'ladigan bo'lsa, diqqat qiling. Bu yer 2 alfa. Demak, menda bu alfa bo'ladigan bo'lsa, mana burchakni nima deb olaman? Bu burchakka bu burchakni qo'shganim 2 alfa bo'lishi kerak-ku. Unda yuqoridagi burchakni ham, demak, men alfa deb olaman. Menimcha tushuntira oldim. Bu yerdagi burchakni ham alfa deb olaman. Shunda alfaga alfani qo'shsam 2 alfa bo'ladi. Unda mana bu joy AK bilan AB bir-biriga teng dedik-ku. Unda bu 7 bo'ladimi?
Endi yana diqqat qilinglar. Bu burchaklarimiz alfa alfa bir-biriga teng. Mana bu joyi 7 bo'lsa, bu yoq ham 7 bo'ladi. Va yana bitta joyi. Bizdan aynan o'sha yerdan tushgan balandlikni so'rayapti. A dan B sigacha bo'lgan masofa mana shu balandlikni so'rayapti. Balandlikni tushiraylik. Tushirsam, diqqat qiling, tushirsam, asos BK deganimiz nima bo'ladi? Jami BS deganimiz. Jami BS deganimiz 7 plus 8/3 bo'lsa, KS deganimiz 7 bo'ladigan bo'lsa, BK deganimiz 8/3. BK deganimiz 8/3. Va uni ham teng yonli uchburchak bo'lgani uchun mana bu balandlik teng 2 ga bo'ladi. Teng 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 8/3 ni teng 2 ga bo'laylik. Nima bo'ladi? 4/3 dan bo'ladi. Mana bu joyi 4/3. Mana bu joyi ham 4/3. Unda mana bu 7 ni kvadratidan 4/3 ni kvadratini ayirsak, 49 ayrilgan 48. Mana bu AH deganimiz 1 ga teng bo'lar ekan. Tushuntira oldimmi? AH deganimiz ildiz ostida 49 ayrilgan 48. Bundan bu 1 ga teng. Xo'p, bu savolimizning javobi A javob, ya'ni 1 bo'lyapti. Bo'ldi. Keyingi savolimiz 12. ABC demak biror uchburchak, ACD burchagimiz ABY burchakdan 2 marta katta, ya'ni hammasi berilgan. Yuqoridagi berilganlarga ko'ra x necha santimetr degan savol bo'lmoqda. Xo'p, bu misolni yechimini qilishimiz uchun ustozlar birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish nima? Birinchi qilishimiz kerak bo'lgan ish bu mana shu joyda qarang. S ni davom ettiraman. Nima uchun davom ettirganimni hozir tushuntiraman. Diqqat qiling. Mana bu joyda bizda alfa burchak berilgan, alfa burchak bor. Mana bu joyda esa 2 alfa burchak bor. Endi agarda men e'tibor qiling. Agarda men shu joyda teng yonli uchburchak hosil qila oladigan bo'lsam, teng yonli uchburchak deganda nima? Mana shu joy x ku. X ga teng bo'ladigan bitta kesma o'tkaza oladigan bo'lsam, mana shu joyda A dan o'tkaza oladigan bo'lsam. Diqqat qiling. Alfa 2 alfa kelgan paytida teng yonli uchburchak hosil qilishga harakat qilinglar maksimum darajada. Xo'p, bunday tipa savol vazir jamg'armasida ham bor edi, juda ham ko'p tushyapti. Vazir jamg'armasida ham bor, attestatsiyada ham bor. Bu savollarga men aniq qilib ayta olaman. Vazir jamg'armasida ham tushgan, attestatsiyada ham juda ham ko'p tushyapti bunday savollar. Aynan o'shaning uchun men uchta geometriyasini demak yechimlarni qilyapman. Diqqat qiling. Mana bu yerdagi demak qanaqadir AK deydigan bo'lsam, AK bilan AB bir-biriga teng. O'shaning uchun bu x deb olay. Tushuntira oldimmi? Ya'ni AB ga teng bo'lgan AK kesmani o'zim oldim. Endi u x bo'ladigan bo'lsa, bu yerdagi burchak necha bo'ladi? Yana qaytdan alfa bo'ladi. Yana qaytdan alfa bo'ladi. Teng bo'lgani uchun. Yana bitta joyi bor-da. Yana bitta joyi bor. Mana shu burchagimiz alfa, to'g'rimi? Endi mana bu umumiy burchakka diqqat qiling. Umumiy burchakni masalan y deb olaylik. Y ga alfani qo'shganim 2 alfa bo'lyapti. Demak, y burchagimiz nima ekan? Alfa ekan. Mana shu burchagimiz ham nima bo'ldi? Alfa bo'ldi. Unda bu teng yonli uchburchak-ku. Teng yonli uchburchak bo'lsa, BK nimaga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. Chunki demak bu yerda SK deganimiz mana. SK deganimiz umumiy holatda 12 bo'lishi kerak. AC 12 bo'lgani uchun. AC 12 bo'lsa, SK ham 12 bo'lishi kerak. Bu yoqda 8 bo'lsa, bu yoqda 4 bo'lishi kerak. Mana buncha tushuntira oldim. Endi diqqat qiling. Mana bu teng yonli uchburchakdan balandlik tushirib yuboradigan bo'lsam, teng yonli uchburchakdan balandlik tushirib yuboradigan bo'lsam, bu yeri balandlik tushdi. B mana bu T bo'lsin. BT deganimiz 2 ga teng, TK deganimiz 2 ga teng, chunki teng yonli uchburchak edi. BAK deganimiz teng yonli uchburchak. Diqqat qiling. BAK deganimiz teng yonli uchburchak. Teng yonli uchburchakda, mana teng yonli uchburchakda asosga tushgan balandlik 4 ni teng 2 ga bo'ladi, 2 dan. Tushuntira oldimmi? Endi ST deganimiz 10 ga teng. ST deganimiz 10 ga teng. SA deganimiz 12 ga teng. Unda AT ni topadigan bo'lsak, AT 144 dan 100 ni ayirganimga teng, ildiz ostida 44 bo'lar ekan.
Endi x ni topmoqchiman. X teng bo'ladi ildiz ostida 44 qo'shilgan 2 ning kvadrati 4. Bundan javobimiz ildizda 48. Ildizda 48 deganimiz 4 ildizda 3 ga teng. 4 ildizda 3 deganimiz esa D javob bo'lyapti. O'ylaymanki, bu savol ham sizlarga tushunarli bo'ldi ustozlar. Jami mana 12 ta misolni sizlarga men 35 daqiqada tahlil qilib bera oldim. Barchasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, albatta bundan xursandmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darslarimizda ko'rishguncha.